yarfa'ul azaba 'anil amwat bi du'a'il ahya. Tiriklarni qilayotgan duolaridan Alloh o'liklardan azobni ko'taradi. Xudo aytadi, bitta biz mana hozir Bismillahirrohmanirrohim desak, bu ham Qur'on oyatlari. Bismillahirrohmanirrohim Qur'oni Karim oyati. Bu choyimiz, ovqatimiz, taomimiz, yurishimiz, turishimiz, kasbimiz, tijoratimiz, hamma ishimiz shundan boshlanadi. Xudo aytadi, agar bir odamning ota-onasi vafot etib ketgan bo'lsa, bolasi yerning ustida Bismillahirrohmanirrohim degan bo'lsa, shu bolasini aytayotgan Bismilloh kalimasining hurmatiga otasini va onasini bizni avlodlarimiz, zurriyotlarimiz shunaqa bo'lishlik kerak. Harakat va sakanotida aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bismillahirrohmanirrohim o'zi qisqa va yengil g'oya. Daryodagi suvlar siyoh bo'lsa, daraxtlar qalam bo'lsa, Bismillahirrohmanirrohimni ma'nosini insu jinnu jamlansa ham ma'nosini oxiriga yetkiza olmas ekan, savobi ko'pligidan. Bizga osonga o'xshaydi bu alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohimni tafsirida 19 ta harf deb tafsir qiladi. Xudoy taolo bandasini azoblashlik uchun 19 ta farishtaga tashab berar ekan. Bitta odam 19 ta farishtadan azoblanar ekan. Alloh jalla va ala Bismillahirrohmanirrohimni aytish ne'matini bandasiga bergan bo'lsa, 19 ta farishtani qo'lida azoblanishlikdan Alloh unga najot berar ekan. 19 ta farishtani qo'liga tushmas ekan. Shuning uchun Xudoy taborak va taologa biz shukr qilsak oz, hamd aytsak oz. Xudoyim bizga shunaqa bir ko'p ne'matlarni bergan. Xudo bu ne'matlarni qadriga yetib, Allohga hamd aytib, bandaligimizni, ojizligimizni tan olib, Allohga ko'p ibodatlar qilishlikni Xudo nasib qilsin.